Hammaga assalomu alaykum. Bugun draft ochamiz. Anchagina to'plab qo'ydim. Juda ham qiyin bo'ldi, lekin zo'rg'a yig'ib topdim va Netvetning kartasidan ochamiz. Yurmadi. Ikkinchi draft. Menimcha yurmadi. Bu yerdan bizga Netvet bo'ladi. Juda ham zo'r o'ynaydi. Va davom etamiz. Ishim chiqib qolgandi. Va keyingi draft o'ylayman, umuman oxirigacha boradi. Va boramiz. Yo'q. Va oxirgi garant ikkita va 10 ta boss beradigan joy. Hech kim chiqmadi. Где-то ol 50 ming ketdi yo. Ketdi. Bismillah, bitta o'ndalik. 6 yur, ber shu yerda. O'rzon oldi. 100 yurib ketdi. Xo'sh, Shardosga kimni olamiz? Bu yerdan o'ylab qarab turman. Nechta Shardos bor ekan? 9000, 12000 bu yoq. 16000, 17000 bo'lib boradi. Va bu yerda Max Llorente juda ham zo'r o'ynaydi. Men shuni olsam-mikin deb o'ylanyapman. CDM bor, lekin RB qo'yaman. CDM bor. CDMga kim ishini qo'yaman. Bu yerdan 118 mana bu boshqasi. Max Llorente. Bu qaysi pozitsiyalarni o'ynay biladi? Rama juda ham simi bor, adashmasam. Menimcha bu ham zo'r o'ynaydi. Lama o'ynasa kerak, lama o'ynar. Lama o'ynamaydi ekan. Olmoqchi edim. Max Llorente solda. Yo'q. Shomini. Bu yerda Gusanov ham bor. O'zashnikim zo'r o'ynab turibdi. Gusanovni olmasam kerak. Hendrik. Yo'q. CDM. Thibaut Courtois. Buni olmoqchi edim, olmaydigan bo'ldim. Kobel o'zi yaxshi bo'lib ketar, bilmadim. Shunday vatiyasi RB ekan. Voy, lama chiqmayapti-yu. Diaz mash o'ynaydi. O'ynaydimi? Bu ham o'ynamaydi. Diaz o'ynamaydimi? O'ynamasligiga olmoqchi edim. Nima o'ynasish kerak-da bittasi. Semenyo o'ynaydi, lekin bu olmaydi-da Semenyo. Charchab qoladi tez. Faqat Semenyo variantda bu yerda 10
40 shart ham arzon ham bo'lmaydi-da. U normalniy o'yinchi bormi o'zi? Yıldız yo'q, bo'lmaydi bu ham. Olisi ham bo'lmaydi. Lamona bilmaydi umuman. Snitcher. Buni olgandan ko'ra olmagan yaxshi. Mamnun. O'yin. Bemoi. Bitta variant bor. To'dan olamiz, Smashdan bo'ldi men oladigan futbolchi. Menimcha Yoseminyo yoki Qanidu pastami? 9 yo'q. Xorvatiya yo'q. Ya mana shu arzon va nima o'ynab turar ekan. Sharsini ko'rayotgan bitta. Xo'sh. Sovg'a yig'nab keldim. Juda itar o'rda sapna. Programma 18 so'ragan statistikasi juda ham zo'r. Ranka beramiz. Va oxirgisi. Training physical. Xo'sh. Training berish. Yerdan training qilamiz. Keyin ma'lumotni o'tib turaylik. Keyin berib yuboraman hozir. Hozir ko'rasiz, statistikasini juda ham zo'r. Shuning uchun oldim o'zi. 211 dribling, 204 tezlik. Xo'sh, Neymar qo'shilgan va shuning hisobiga Neymarni ham bitta ko'rsatib o'taman. Esxat qoldi. Yo'q. Neymar juda ham zo'r karta bo'lib kelgan. Dribling 155, pas 151 va 151 tezlik, 149 shotting. Juda ham zo'r. Juda ham zo'r karta. Va bu yerdan
Nedved maslahat beraman, juda zo'r o'ynaydi, olishga maslahat beraman, juda ham zo'r. Uning freestyle yaxshi emas. Uncha zo'r, o'rtacha. Bu yerdagilar musor. Beckenbauer har doimgidek legenda va juda ham zo'r, olishni juda ham maslahat beraman. Tushib qolsa tursa bo'ladi, zo'r. Noyer baribir, Noyer. Ular zo'r emas, uncha maslahat bermayman. Oyog'i yaxshi emas, driblingi ham. Bu yerdan Totti juda ham zo'r o'ynaydi. Vashshe olishni atak maslahat berardim, zo'r. Driblingi juda ham pastroq, lekin bu yog'i zo'r, bu yoqlari. Arnold tushib qolsa o'ynatinglar, juda ham zo'r, pas zo'r beradi. O'ta zo'r. Bu SBda ham o'ynab biladi. Bu zo'r, yomon emas. Zavazay. Bo'ladi, zo'r. Yo'q, shu videomiz o'z yakuniga yetib bordi va obuna bo'lib qo'ying, Telegramga o'tib qo'yinglar. 50 taga oz qoldi. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar.